soat necha bo'ldi? Telefonimiz kerak. Of, mayli. Do'stim ham qayoqqadir ketib o'tiribdi. Xo'sh, mayli. Qayoqqa bo'lsa ekan 7 soat kutib o'tirmayman. Bunday. Ibrohim, masalan, kuni bo'yi o'tirasanmi shu yoqqa? Qo'shnim 7 haftadan beri ko'ryapti. Qanday gaplashishga? Qanday? Mashina haydashni bilasanmi? Ha, bilaman. Qayoqqa ketding? What the fuck? Uyimda avariya qildingmi sen hozir? Yo'q, shunchaki hazillashdim. Pulini to'laysan baribir. Hozir qo'lingda nima bor edi? O'yinchoq. Senga o'yinchoq olib keldim. Rahmat. Jim. Shuni sen uying-ki. Jaloliddin, menga plastik o'yinchoq olib kelibdi bu. Assa. Kallingga. Mayli. Men sen bilaman-da, shuning uchun o'zim bilan har doim Senga ham sovg'a bor. Senga ham sovg'a bormi? Qochdi, uzr. Malika, senga ham sovg'a. Qani? Napitka. Faqat yeyilayotgan emas. Rahmat. Usul ko'taraman baxga. O'tir. Ha. Xo'sh. Menga qara. Menga qara. Xo'sh, gapir. To'rtdan. Buni faqat hech kim bilmasin. Shuning ot ko'rsami? Bo'ladi tushunarli. Menga qara. Sen hazil qilmaysan. Короче, mana buni qurollasang-ya. Sen aytgan Rababek va qurol ham patronlar shaqqa. Men faqat SSR davridagi qilich bilan urushga o'rganganman. Qilichingga sani mana bu patronni ol bo'ldi. Qani? Nima bitta? Qanday o'rashishga? Otaymi? Ha, bo'ldi. Otaymi? Buni hazil qilma. Menga telefon qilib, nima kim anavi odam g'ur deysan? Xo'sh, naqada keladi deysan? Xo'sh, shuning uchun men qurollar ko'tarib keldim. Bo'ldi. Sababi men telefonim zaryadkada edi, tushimda shunday deganman. Pressga qo'y. Necha marta aytish kerak? Bo'ldi, hazil o'z yo'liga. Xo'sh, gapir. Ishda men o'tiraman. Xo'sh, gap shundaki, men bu bir hammalar bor, bitta yangi Ibrohim degan bola bor. Lekin qo'shnim 7 haftadan beri yo'q. Qo'shni ismi nima? Jaloliddin. Qanday qilib bo'yi bitta odamga Jaloliddin deb qanday deb aytadi? Jaloliddin deb qalaqatib plastik ko'rdim. Xo'sh. Buni. Lekin u o'yinchoq dedi. Ibrohimda ham ko'rdim. Ana shu ko'rmayotgan do'st qo'shnimning ismi Akbar. Xo'sh. Demak, buni aniqlashimiz kerak. Merdiyonni olib kelaylik, yurchi. Yur. Eshikni kalitini oling. Mana qara. Bu men uchun kalit do'stlar. Mashina kalitini bersang o'lmayding shu. Mana qara, agar shu haqida mer bilsa-da aytmasa, qurol ishlataman. Ha, o'zim shumi? Aqranasi mingtada bo'lmas kalla. Mana shumi ichi buzilgan almashtirish kerak senda. Salom. Men hozir keldim, shuning uchun o'zing ayt. Ya'ni qo'shnimiz 3 haftadan beri ko'rinmayapti. Uning ismi Akbar va mening do'stim davom etmoqchi. Xo'shmaydi do'stlar. Bu yaramas demoqchi ekan. Men, короче, bizga hamma narsani aytavering. Men hech kimga aytmayman. Xo'sh, короче, menga ishonsangiz bo'ladi. Bemalol aytavering. Men hech nimani bilmayman. Men hamma narsani bilib turaman. Agar shuni sinashimga to'g'ri keladi. O'zi xohlayapsiz chog'i. Bo'ldi, tushundim. Qo'yanni xapasini Nubik biladi. Nubik? Ey, Nubik. Bo'lsa, ha? Mering hamma narsani bilar ekan. Ya'ni u nima dedi? U hamma narsani
biladi. Agar aytmasa, darchan zo'rni yeydi. Hozir men bu yoqqa yurdi sen. Nima? Sen esing joyidami? O'li bombalar to'lib ketgan. Bombalarni bilsan, men nima degan bilasanmi? Nima? U ayb narsani san ustingga to'nkab qo'ydi. What the fuck? Yolg'on bolasi otib tashlab. Yo'q, bu kerak emas. U bizga ko'p narsa aytish kerak. Qurolni cho'rib o'tir. O'ta. Bila, kiyimni yechi. Ana. Haqiqiy do'stim deydi. Halidir. Ketdi. Men bu ko'tda ayirish. Hamma narsani aytavering. Biz hamma narsani bilamiz. Baribir ko'p narsa ikki soat o'qiysan sen. Achkina tushirib Qo'y, achmangni kerak. Ha? O'ta. Telefonga. Xo'sh. Telefon SMS keldi. Aha. Bo'ldi. Rahmat mer, sen chiqib tur, gapim bor. har doimnikidek men chiqishim kerak. Uzoqroq borib tur. Menga nima? Hozir. Nimadir? What the fuck? Mening do'stimga to'xtashsiz. Men sotqinida bizga sotqinlar kerak emas. Ana tumoq ekan. Ha. Hassan u kerak emas, O'g'irlik qilganingiz yo'q. mana qaranaqa ana shu uyda aytgandek ko'k kiyimli odam turibdi-ku. Baxshi. Ana shu Ibrohim 200 yildan, ya'ni 4 haftadan beri ana shu ona qo'shin 3 haftadan beri ko'rinmayotganidan beri 4 haftadan beri gapirmayapti. Demak, uni qo'rqitib qo'yishimiz kerak. Xo'sh, mayli, Baxki kalla. Buyog'dan qaraymiz. Mana aka senga qara. Sen qachonlik qilib yording? Bo'g'irlik, hamma narsani aytasan yoki menga darchan ochib qo'yasan. Sen ising joyidami? Do'stim. Do'sting, menga gapir. Sen birashga, lekin anchadan beri nimadir senda gap yo'q. Gapir davay. Hech nimani bilmayman. Shunchaki oilam bilan sayohatga ketgandim. Ketdi. Qo'lingda hozir nima bor edi? Ko'rsatdi davay. Ko'rsatdi endi. Arqaroq o'ch. Prisa, pichoq bor ekan. Pichoq bor ekan? Mayli. Hozir merga aytib kelaman. Sen mer o'lgan-ku. Aytmoqchi. Mer sotqinida. Nima men o'ldiman? Ha, o'ldi. Jaloliddin qaqidasan yordaming kerak. Aytmoqchi, dam olishga ketdi. Har doim shu vaqt ketadi. Sen o'shadan bironta qurolni atlab qo'ychi, ana uyingni. Xo'p, mayli. Nimadir bo'lmasa Jaloliddin o'g'ir degan bo'ladi. Aytmoqchi, bitta tatanlarim bor. Mayli, bo'q qo'y. Pullarni sop qo'yamiz. Yosh, mayli, bolalar. Jaloliddin ham ketgan ekan. Do'stimni oldiga borib ko'ramiz. Do'sti, Nima? Ibrohim qani? Ibrohimni politsiya olib ketdi. Kimligini bilmadim, sen chaqirdingmi? Politsiyachilar olib ketdi, bo'ldi. Sen nimanidir aldayapsan. Yo'q. Sen nimanidir tushuntirmayapsan. Men hech nimani tushuntirmadim. Uyga kiraylik, bo'ldi. Poxo'chasiga kiramiz. Ibrohim o'ldirgan bo'lishi. Voy, qachon sindirardi ifloscha. Nima bor ekan? Qo'lingda nima jihoz yo'q baqa. Qon, pichoq va mana dabdul bashar. Bu narsa imsi bu mer emasmidi? Do'stlar, merda o'ldirdi. Militsiya kelyapti, chiqdi davay. Tezroq chiq. Voy, Do'sti, to'xta. Sen nimadir gapirmayapsan. Sen menga hali qo'l ko'tdi. Cho'q qurolingni menga qo'ydi. Menga papa. Akim bo'lsa drabavik bitta o'qita olasan. Men senga ishongandim. Bo'lmasa, birinchi raundda kim yutsa, ana shu ketadi. Tushundingmi? O'zing majbur qilding. Bo'ldi, menga papa.
Xo'sh, do'st sen tayyormisan? Ya'ni endi sen do'st emassan. Sen sotqinga ishongandim. Hecham. Bo'ldi, Pepe'ga tayyormisan? What the fuck? Menga Pepe. O'zim hozir sen basharangni bejib tashlayman. Mani mohir sniper deydilar. Senga bir narsani yashigandim. Aytaymi? Nima? Men senga ishongandim, lekin mayli sotqinlik qilding. Bu ishini hal qilmayman. What the fuck? U nima o'z bo'ldi? What the fuck? To'xtanglar-da, do'stlar.